Assalomu alaykum ahli YouTube. Mortal Kombat X'ga qiziqadigan ovozimni qimorbozlarim. Sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun kechqurun kichkinagina bir udarcha video bo'lsa agar harakat qilaman. Qisqa va aniq lo'nda video qilishga qaror qildim. Xo'sh. Yangi boy bor ekan mana bizda. Sub-Zero bilan Triborg jangga kiradigan bo'lsak, qisqasi bitta priyon qilamiz. Xo'sh. 2 bunga bitta bo'yda o'zidan 3 raundgacha ikkita pribil olamiz. Fatality brutalityga keladigan bo'lsak, boshqa hech narsasiga ko'nglim tortmadi. Mana shu ikkita 3 raundgacha ham bo'lishi ham menshi o'tishini isbotlab beray sizlarga. Jang boshlandi. Agar bo'lshi o'tsa menshiga dagon qilamiz, agar menshi o'tsa bo'lshiga dagon qilamiz. Uch raundgacha ikkalasi ham o'tadi. Menshi o'tdi. Bo'lshiga dagon qilamiz. Triborg yana bitta raund yutishiga olaylikchi. Kitana Johnny Cage. Menshi chiqdi.
27 sekund, 31 sekund, ikkita menshi. Pastdagi jang. Bu jangda nimasiga olsak bo'ladi? Davay burutga olamiz. İki sekund. Radolarim mana ko'rdilaringmi isboti bilan. 3 raundgacha ham bo'lishini ham menshini oldik bitta stavkadan. Qaranglar, dagoncha bilan. Ters etkizib jang boshlanishiga ozgina qolibdi. Mana dagon qildik. Tribor ko'rganimiz o'tmadi. Ikkinchi raund bo'lishi o'tmadi. Mana birinchi raund bo'lishi o'tdi. Qisqasi chotga pribulcha bo'ldi. Johnny Cage Kitani jangiga biz brutalitiga olganmiz. Bo'lish chiqarar ekan bular. Johnny Cage qachon favorit bo'lganda menshi chiqarib tashlaydi. Hozir Kitana bilan pashti ikkalasini kuchlari bir. Super zarbani ham qo'shmadi. 52 sekund уже eng katta bo'lish o'tdi. Shu 68 o'tdi уже. Ne qilamiz? Davay fatalitga dagon qilamiz. Keyin menshisiga olamiz. Menshisiga. Yana bitta yangi bo'y. Hozir u janggacha hali 3 minut bor. Mana buni ko'raylik. Kitana bilan sochka fatalit emas, brutality chiqarmoqchi bu. Brutality chiqarmoqchi bo'ldi. Mana bu jangda ham radnoylar. Qaranglar. 2 bunga
2 bunga uramiz. 10 minut bo'libdi. Agar hozir 3-raundda ham fatality o'tmasa, 4 ga 1 uramiz. 1. Koeffitsient kattaligi uchun 1-2 raund bir xil urdim. Qoplaydi bizaga. Shularni ishlayotgan priyomlari ham ko'p narsani sotadi, radnoylar. Misol fatality chiqarmoqchi bo'lsa, super zarbalarni qo'shadi, yoki super zarbalarni oxiriga olib qo'yadi. Brutalik chiqarmoqchi bo'lsa, misol Jon Kech brutalik chiqaraman desa, qo'lni sindirib nima tepib, shunaqa qilib уже bildiradi-da. Chiqar. Chiqarmadi. Ayni dagon qilamiz. Bir raund ushlamasak bo'lmaydi. Akaza minusdamas. Kunglau bilan Xishnik jangiga Radnoylar yana o'sha bolchi bilan men shuni ushlashga qaror qildik. O'shani hozir ushlasak, shu bilan videoni yakunlaymiz. Fatality chiqsa, chiqmasa, prosta men kayf qildim. 5.38 koeffitsient, pashta 6 koeffitsiyentga yaqin. Ushlasak bitta maza qilamiz-da. Ikkitasiga ham urganmiz. Pastdagi bo'yga ham bo'lishyapti. Brutalik chiqarib bu. Sochka. Sabzira Triborgda 5-2 qilib yutdi. Quanchi Triborg. Bolshiga olamiz bunga. Men shu o'tibdi-ku. Meshiga olganmiz. Uch sekund. Yana 1 sekund. Malades. Ikkinchi raundda bangillatdik, radnoylar. Kerakmidi shu? Fatality bizga umuman qiziq emas. Bizga qizig'i bala radnoylar fatality ham ushladik-ku. Haqa vashshi shikkallat bo'ldi-ku, mana qaranglar. 5-raundda biz 4 raund, 1-raundga dagon qilmadik, 4 raundda 5.38 da ushladik.
Endi bitta mana shu bo'lish o'tsa, Quvonchi Triborg jangi bo'ldi. Shu bilan videoni yakunlaymiz. Vashshi shokolad bo'ldi. Tirs kirish kerak, yani 3-4 ta bo'ydan normalni soqqani qilish kerak, qochish kerak o'yindan. Jang boshlangancha videoni pauza qilib turaman, ko'p bo'lib ketyapti. Mana jangimiz boshlandi. Biza bitta bo'lishni urishimiz kerak, u jangdan qochishimiz kerak. Triborg больше игрок. Quvonchi ham bo'lsa ham menshi игрок. Quvonchi qachon favorit bo'lganda bilinglar, menshi urishadi ko'proq. On sekund. 5 sekund. 2 sekund. Mana bo'lishimiz o'tdi, radnoylar. Mazzami? Alloh fatalityga bitta yana bosib ko'rgan edim. Ладно. Bizga umuman qiziq emas. Biz chotga pribilchani oldik. Bankimiz normalni ko'tarib qo'ydik mana. Vagonlarimiz birinchi raundda o'z ushladik. Radnoylar, hamisha sizlar uchun xizmatdaman, harakatdaman. Negativchilar kommentda bang'illatasizlar degan umiddaman. Like bosib, yaxshi fikrlar bildirgan muxlislarimizga hamisha hurmatdasizlar. Aziz boshlaring omon bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.